Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana do'konimizga yangiliklarimizdan yetib keldi, ko'rishingiz mumkin. Bunimiz lentali drabelkalarimiz bo'ladi. Alligator firmaga tegishli, o'sha 220 ga ishlaydi ekan. Universal lentali drabelkalarimizdan yetib keldi. Bularimiz yemda ham, hasayda ham bemalol chiqaraveradi, ko'rishingiz mumkin. Bularimiz hashaylarni mana shu lenta orqali olib kirib ketadi, ko'rishingiz mumkin. Og'zlari ham ancha katta qilib ishlangan. Ancha baquvvat qilib, listlari ham, materiallarni ham zo'r qilib ishlangan. Xitoyda ishlab chiqarilgan zavodskiy narsa bo'ladi, drabelkamiz bo'ladi. Bularimizni pichoqlarini ham ko'rishingiz mumkin. 6 pichoqli, o'sha Xitoy pechatli original pichoqlardan qo'yilgan. Splashni 6 pichoqli bo'ladi. Oldidagi pichoqlari ham qo'shimcha donlaringni urib bergani, sotalimakka oddiy donlar tashsalaring ham bemalol kepak holatga olib kelib beraveradi akalar, ko'rishingiz mumkin. Bularimizda 2 xil setkasi bo'ladi. Setkasini almashtirib bemalol yemlarni, hashaylarni chiqarsa bo'laveradi akalar. Bularimizda mayda kesadigan skorslari bo'ladi. Skorslari mana shu holatda o'ngga chapga shestrinaga almashaveradi. Motorlarga keladigan bo'lsak, o'zida tok ko'rsatadiganlarigacha bor. Xo'p, 100% misli katta 6,5 kilovatli 3,5 ming obrotli motorlardan qo'yilgan. Vakuum holatda ham donlaringni mana yonboshidan chiqarib ishlatsalaring bo'laveradi. Lentali drabelkamiz eng katta varianti bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Qolgan 125 lik variantlardan ham ancha katta qilib ishlangan. Kimga shunaqa drabelkalarimiz kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz.